Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga juda mehribon bo'lganlaridan Ramazonda qilgan yaxshiliklarini Ramazondan keyin ham saqlab qolishga ko'p targ'ib qilganlar. Mana shu targ'iblardan biri Ramazon ro'zasi tugaganidan keyin Shavvol oyida yana nafl ro'za tutishni boshlash. Imom Muslim va boshqalar rivoyat qilgan hadisda man soma ramazona thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyamid dahr. Kim Ramazon ro'zasini tutsa, so'ngra Ramazondan keyingi oy Shavvolda yana 6 kun ro'za tutsa, bir asr ro'za tutganday bo'ladi. Payg'ambarimiz bu hadisda Ramazondan keyin yana solih amallarni qilishga targ'ib qildilar va bunga katta ajr savob bo'lishligini aytdilar. Oldingi videoda aytganimiz kabi ibodatni qabul bo'lishligini belgisi ibodat ortidan boshqa solih amallarni qilib, toat ibodatda davomiy bo'lish. Ibodatni qabul bo'lmaganligini belgisi esa ibodatlarni ko'p qilib keyin hammasini tashlab qo'yish. Mana shu holatga Qur'onda bir misol zikr qilingan. Inshaalloh buni keyingi videoda gaplashamiz.